Bir qitimliq ata-onalar yig'inida muallim do'stga mundaq 3 hisob amalini yezibdi. 2 qo'shilgan 2 tang 4, 8 qo'shilgan 8 tang 16, 9 qo'shilgan 9 tang 20. Buni ko'rgan ata-onalar bas-basda muallimga debdi. Muallim, bir hisobni xato ishlab qo'ydingiz. Bu chaqda muallim keyniga burilibla ata-onalarga mundaq debdi. Shundaq, bir hisobni xato ishlab qo'ydim. Ammo oldida to'g'ri ishlagan 2 hisob uchun meni maqtab qo'ymadinglar-ku. Bu chaqda ata-onalar cho'nqur xiyolga cho'kibdi. Shundaq, odam bo'lishmi dal mushunga o'xshaydi. 10 qitim uningga yaxshilik qilsangiz, balkim birdamda unutib qolishi mumkin. Hatto bir qitimlik ko'ngilsizlik tufayli barliq yaxshiliklarni yo'q chiqarib etishi mumkin. Boshqalar sizning tatgan jafolaringizga emas, balki o'tkazgan xatoliklaringizga qaraydi. Ko'nglim ranjidi sendan deydi-yu, ko'nglim ranjidimi mendan deb so'rab qo'ymaydi. Mana bu dal bizdagi ojizlik.